va agarda siz ham rivojlanishingizni ma'lum bir bosqichga yetib kelgan bo'lsangiz, his qilayotgan bo'lsangiz, sizni bosib o'tgan yo'lingiz, bilimlaringiz, insaytlaringiz, transformatsiyalaringizdan yig'ilgan tajribani kimdir bilan bo'lishishingiz kerakligini, bular kimgadir kerakligini his qilayotgan bo'lsangiz, shunchaki boshlang. Uyalmasdan, qo'rqmasdan, bu kimga kerak, kim eshitadi demasdan, ishoning, bor insonlar, shunaqa sizni kutayotgan insonlar bor. Ayni siz keraksiz ularga. Shunaqa odamlar borki, ularga hozir axvatlari ko'p yoki mashhur yoki layklari ko'p, gurular kerak emas. Ularga imенно sizni bosib o'tgan yo'lingiz kerak, sizni tajribangiz kerak. Siz orqali keladigan potok kerak. O'shaning uchun shunchaki boshlang namoyon bo'lishni, chunki bundan buyog'iga sekin Instagram ham, ya'ni butunlay ijtimoiy tarmoq ham shunaqa перестраиваться qilishni boshlaydi, o'zgarishni boshlaydi. Haqiqiylikka keladi insonlar. Rezonans qonuni orqali, aks ettirish, tortish qonuni orqali siz auditoriya sizni o'zi topib keladi. Atrofingizga eshituvchilar обязательно yig'ilishni boshlaydi. Siz shunchaki berishni boshlaganingizda, hech narsani kutmasdan, hech qanaqa o'zingizga shartlar qo'ymasdan, ideal bo'lishdan, siz ishoning berishni boshlaganingizda sizga beriladigan potok yana ham kengayadi.